Videomizda bu akani olib chiqdik, tuya sutida va sutga to'ymaganman dedingiz, qatiq smetanaga o'zi navbat. Yo, o'zi navbat. Men Xudoga shukr, sutga ham to'yganman. Hammasiga to'ygan. Hammasiga to'yganman. Bizga emaga yozmaylar. Aka to'ygan xullas. To'yganman sutga. Hayotdan emas faqat. Hayotdan emas. Emaga. Faqat men emaga sohasidaman. Emaga sohasi. Emaga bo'lsa, olib kelaverasizlar. Akaga. Nechpildan nechgacha olyapsiz emagani? Emagani 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha olyapmiz. 300 minggacha olaverasizlar emagani. Qachondan kirdi chiqdi, qatga bo'lish kerak? 2024-yilda iyul oyidan iyul oyi, avgust oyi, sentyabr oyi, oktyabr oyi, noyabr oyi va dekabr oyining 20-sanasigacha. Iyuldan 20-dekabrgacha olyapmiz. Emaga qaysi davlatga kirib chiqishidan qat'iy nazar 150 mingdan 300 minggacha olasizlar. Olaveramiz. Dastlabki ham bor, uyga borib kelasizlar. Mashinamiz bor, dastlabki bor. Aka ham emagachi o'zi aslida. Ha, xuddi shunday emagacha. Telefon qilib so'rashibdi. So'ramaylar. Faqat emaga so'raylar. Emaga sohasi bo'yicha aytgan joylarga boraveramiz. Chempion. Bepul. Xo'p, biz qayerda turibmiz hozir aka? Hozir biz Yakatutda turibmiz. Tuya suti mahalla 55 ekan. Yana sut mahalla ekanda, tuya suti mahalla boshida. Mana shu yerga kelishaveradi. Kelishaveradi. Xudo xolasa, Qiynalganlarga uylariga borib, xotirjam xizmatimizni qilaveramiz. Dastavkalarimiz bor. hozir qayerdan olamiz aka? Farg'ona, Marg'ilon, Yazavon, Quva, Oltiariq, Toshloq barcha viloyatlarga bu dastavkamiz bor. Kelishaveradi. Sog' bo'linglar.